Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun 3-amaliy mashg'ulotimizni videoroligini sizga taqdim etmoqchimiz. Bugun yana 3 ta masala ko'ramiz. Mana birinchi masalamiz, demak, vintli nasosning real unumdorligi 1.6 metr kub soatida. Nasosning geometrik xarakteristikasi, demak, eksentrikligi 2 sm, rotor diametri 7 sm, rotor yuzasidagi fin qadami, demak, 10 sm, rotorning aylanishlar chastotasi 15 aylanish minutda. Nasosning hajmiy foydalish koeffitsiyenti aniqlansin. Demak, hisoblashlarni olib boradigan bo'lsak, birinchi navbatda vintli nasosning unumdorligini hisoblash bo'lmasdan kerakli qiymatni topish mumkin. Demak, mana vintli nasosning unumdorligidan kerakli ma'lumotlarni masala shartidan olib qo'yilib, demak, uning kerakli qiymatini topdik. Demak, mana o'zi bittagina formula orqali topilar ekan. Talabalarni, demak, mustaqil bajarish uchun variantlar yana haligi oldingi videoroliklarda aytganimizdek 15 ta variant. Demak, guruhda agar 15 tadan ortiq bo'lsa, 16-raqamdagi talaba jurnal varianti bo'yicha, demak, birinchi variantni bajaradi, 17-raqamdagi talaba esa ikkinchi variantni va hokazo. Qolganlar ham shu variantga qarab, demak, tanlanadi. Demak, unumdorlik mana berilgan varianti va aylanishlar soni ham berilgan. Qolgan ma'lumotlarni masala shartidan olib, demak, shu bittagina formulani hisoblab ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Keyingi masalamiz, demak, bosimi 1.2 bar bo'lgan sig'imdan qovushqoqligi katta bo'lmagan va zichligi 1020 kg taqsim metr kub bo'lgan suyuqlikni bosimi 2.5 bar bo'lgan sig'imga ichki diametri 20 sm bo'lgan quvur orqali markazdan qochma nasosni napori, unumdorligi hamda foydali ish quvvati hisoblansin. Quvurning uzunligi 78 metr, demak, mahalliy qarshiliklar ekvivalent uzunligining yig'indisi bilan ishg'alanish koeffitsiyenti esa 0.32 deb qabul qilinsin. Sig'imning geometrik balandligi esa, demak, 8 metrga teng. Mana sxemada tasvirlangan mana shu ishni amalga oshirishimiz kerak ekan. Hisoblashlarni boshlaydigan bo'lsak, qovushqoqligi kam bo'lgan suyuqliklar uchun quvurdagi tezlikni 2 metr sekund deb qabul qilamiz. Berilgan quvur diametri uchun unumdorlikni hisoblaymiz. Demak, mana unumdorlik formulasi orqali, demak, hisoblasak agar 1 sekundda, demak, mana shuncha metr kub hajmdagi suyuqlik hisoblar ekan. Quvurdagi tezlikli napor quyidagicha topiladi. Demak, mana topadigan bo'lsak, napori mana shunga teng ekan. Tezlikli napor bo'yicha ishqalanishga va mahalliy qarshiliklarga sarflanadigan napor quyidagicha hisoblanadi. Demak, mana bu formula orqali, demak, hisoblab topiladigan kerakli ma'lumotlarni qo'yib, demak, ana qarshiliklarga sarflanadigan napor, demak, mana shu 254 metr bo'lar ekan. Umumiy napor esa quyidagicha topilar ekan. Mana kerakli ma'lumotlarni olib qo'yib, demak, 23.53 metrgacha bo'lar ekan. Foydali quvvat esa quyidagicha topilar ekan. Mana 14.78 kg bo'lar ekan. Talabalar mustaqil bajarish uchun variantlar mana berilgan. Yana haligiday, demak, o'sha 16-raqamdagi talaba birinchi variant bo'ladi, 17-raqamdagi jurnal raqamdagi talaba ikkinchi variant va hokazo. Demak, mana shu ma'lumotlarni masala shartidan olganlar ma'lumotlarni olib hisoblab, mana shu formulalar yordamida har kim o'zini variantini hisoblab topishi kerak bo'lar ekan. Keyingi masalamiz, demak, unumdorligi 50 metr kub soatda bo'lgan markazdan qochma nasos bilan suvni 150 ga 4,5 mm quvurdan uzatsa bo'ladimi degan savol qo'yilgan ekan. Demak, buni hisoblashda quvurdagi suv oqimining tezligini hisoblar qilamiz. Demak, mana bu formula orqali hisoblab topilar ekan. Bundan tezligi, demak,
hisoblab topiladigan bo'lsa 0,89 metr sekund bo'lar ekan. Suvlarni uzatish uchun quvurdagi oqimning optimal tezligi 1,5 dan 3 metr sekund bo'lishi kerak. Optimal variantda. Biz hisoblab topgan suv oqimining tezligi bu diapazonga kirmaganligi uchun tanlangan markazdan boshqa nasos demak to'g'ri kelmas ekan. Mana talabalar mustaqil bajarish uchun yana variantlar berilgan, unumdorliklar berilgan. Demak, qolgan masala sharti bo'yicha shartlarini olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi demak 3-amaliy mashg'ulotimiz tugadi. Sog' salomat